Alloh subhanahu va taolo maloikalardan so'raydi ekan: "Ey maloikalarim, ertalabdan kechgacha meni deb och, meni deb chanqoq, meni deb o'zini hirsini jilovlab yurgan bandalarimga qancha savob bityapsizlar?" deb so'raydi ekan. Shunda maloikalar aytishar ekan: "Ey Robbimiz, sen bizdan yer yuzida nechta tosh bor degin, hammasini aytib beramiz. Sen bizga yer yuzidagi daraxtlarni sonini so'ra. U daraxtlarni barglarini, yaproqlarini soni qanchaligini so'ra, hammasini hisob kitobini beramiz. Ey Robbimiz, sen bizdan dunyodagi sahrolarni, qumlarni sonini so'ra, hammasini aytib beramiz. Ammo ertalabdan kechgacha seni deb, seni roziligingni topaman deb xolis niyat bilan roza tutgan bandangni mukofoti qancha bo'lishligini o'zingdan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni bizga bu ma'lumotlar berilmagan deyshar ekan. Mana shunday katta bir ajrni, mukofotni qo'lga kiritishlik imkoniyati bor bo'lgan Ramazon muborak bo'lgan oyda turibmiz.